Assalomu alaykum do'stlar. Yana bitta kerakli maslahat. Aristonni gradus ko'rsatkichini oxirigacha borganini birinchi marta ko'rishimda to'g'risida. Oxirigacha edi, ozgina qaytdi iziga, o'zim pasaytirdim gradusini. Bunga sabab ligrovka qilgichini oxirigacha qo'yib qo'ygan. Issiq bo'ladi deb. Haqiqatan issiq bo'ladi. Issiq bo'lgandan keyin bosim hosil bo'lib, avratnikilardan suv chakillab qoladi, tomib qoladi. Mana tomatami o'zi tuz bosib ketgan. Buni ko'rib qoldim, motor ustiga tomgan, oldi zaxlayapti. Montajlarni hech qaysini qilmaganman, faqat kir mashina ustini qilgani keldim. O'zim ko'rib qoldim, joyiga qo'yib qo'ydim ligrovkasini. Kemami joylari ko'zim tushib qolibdi meni. Shunday ahvolda qilib ketgan. Shunday bo'ladi meni. Burchaklari sal olat emas, hamma burchagi shunday. Bosgan kam bo'lsa ham sal chiroyli qilib ishlash kerak. Keyin yana bitta narsa, kir mashina sinib qolib bo'lgandan keyin kanalizatsiya trubasi yorilib ketgan ekanda. Bunga sabab dekor qilgandan keyin ozgina xalaqit bergan. Turbani unda qiya holatda tiqqan. Keyin kanalizatsiyasini nimasini yorib yuborgan, og'zini. Yorilib ketgan. Buni o'zim hozir chiroyli qilib qo'yaman. Men bu joylarni o'zim qo'pordim, xalaqit berar ekan, qo'porib endi chiroyli qilib qo'yaman joyiga. Keyin ko'pchilik aytadi, menga ishlash tartibini sen qoplamayapti, sekin ishlaysan, menga qoplash shart emas. Bunaqa ish qilgandan ko'ra qilmagan yaxshi-ku. Mana shu joylari to'g'rimi? Menga ishlash tartibini ko'plar o'rgatadi. Menga o'rgatmasin, bilib ishini qilsam, men biroz ishimdan maza qilib qolaman burchaklarida, o'zim ko'rsataman. Qanaqa qilib olib borishimni burchaklarda. Ishimda shoshmayman, to'g'risida qo'ldan kelgancha yaxshilab qilaman. Ko'pchilik o'rgatadi qanaqa ishlashni. O'zim bilaman qanday ishlashni. Hamma o'zining ishini bilib qilsam, bo'ldi. Hamma narsa chiroyli bo'ladi.